Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel. Chustda biz olmosga kelganmiz. Xo'p, kotyol bor, buni o'raymiz. Moyka, gaz, balalik 230 gacha joygacha oshxona mebel tayyorlab beramiz. Biz tayyor bo'ldi. 3,5 metrlik joyga balalik 230 ga oshxona mebel tayyorlab berdik. Bu yerda kotelimiz bor edi. Uni yopib berdik. Xo'p, ko'pchilik kotelni bo'lgani uchun patologgacha yopaman deydi. Shu patologgacha yopilsa, shuni narxi 11 millionga o'tib ketib qoladi. O'shani hisobiga patologgacha yopmasdan mana shunday variantda qoldirib yuborsang ham bo'laveradi. Xo'p, oshxona mebelimizning narxi 7 million 500 ming so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Xo'p, remontni qolganini mana shunga moslab kraskani qilib qo'yishadi, cho'tki turaveradi. Patologga qilish shart emas. Xo'p, 7 million 500 ga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.